Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Biznesga kirish fanidan keyingi ma'ruzamiz, ya'ni 4-ma'ruzamiz biznes muhiti, ichki va tashqi omillar mavzusi bo'yicha davom ettiramiz. Ushbu mavzumizni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Birinchi rejamiz biznes muhiti tushunchasi, ikkinchi rejamiz ichki muhit elementlari, uchinchi reja tashqi muhit omillari, to'rtinchi rejamiz tashqi muhit o'zgarishiga moslashish strategiyalari. Dastlab biznes muhitiga to'xtalib o'tamiz. Biznes muhiti bu korxona faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiluvchi tashqi va ichki omillar majmuasi hisoblanadi. U biznesning rivojlanishi, sur'ati, qaror qabul qilish jarayoni va raqobatbardoshligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Biznesning ichki muhit elementlari bu korxona o'z nazorati ostida boshqarishi mumkin bo'lgan ichki resurslar va omillar hisoblanadi. Ular to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va raqobatbardoshlikka ta'sir qiladi. Biznes muhitining asosiy elementlari bu tashkiliy tuzilma, rahbariyat, bo'limlar, boshqaruv darajalari, qaror qabul qilish zanjiri va ichki aloqa tizimlari tashkiliy tuzilma hisoblanadi. Kadrlar bilan ishlash, ya'ni kadrlar, inson resurslari bu xodimlar soni, malakasi, motivatsiyasi, ish madaniyati, rahbarlik sifati va jamoa muhitining sog'lomligi tushuniladi. Keyingi element, ya'ni biznes muhitining elementlari bu moliyaviy resurslar, korxonaning kapitali, pul oqimi, investitsion imkoniyatlari, byudjetni rejalashtirish, xarajat va daromadlarni boshqarish hisoblanadi. Keyingi biznesning asosiy elementlari bu ishlab chiqarish va texnologiya, asbob-uskunalar, ishlab chiqarish quvvatlari, yangi texnologiyalarni joriy etish darajasi. Marketing va sotuv tizimi, mahsulot assortimenti, narx siyosati, reklama strategiyasi, mijoz bilan munosabatlarni boshqarish, CRM shular jumlasiga kiradi. Korxona madaniyati va qadriyatlari esa missiya, korporativ qadriyatlar, ichki motivatsiya, jamoa ruhiyati va brend obro' e'tibor hisoblanadi. Innovatsion salohiyat esa ilmiy tadqiqot ishlari, korxonaning yangi mahsulotlar yaratish va bozorga chiqarish qobiliyati. Biznesga ta'sir qiluvchi tashqi muhit omillari bu korxona nazorat qila olmaydigan, lekin faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan tashqi shart-sharoitlar majmuasidir. Ular ikki darajada ko'rib chiqiladi. Makro va mikro omillarga bo'lib ajratib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biznesga ta'sir qiluvchi tashqi muhit elementlari bu korxona bevosita nazorat qila olmaydigan, lekin uning faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan omillarni tushunamiz. Bular makro va mikro muhit omillariga bo'linadi. Makro muhit omillari bu korxona bevosita boshqara olmaydigan, lekin strategik qarorlarga kuchli ta'sir qiluvchi keng omillar hisoblanadi. Bular qaysilar? Iqtisodiy omillar, inflyatsiya, valyuta kursining o'zgarishi, foiz stavkalarining o'zgarishi, iqtisodiy o'sish sur'ati. Keyingisi siyosiy, huquqiy omillar, davlat siyosati, soliqlar, litsenziyalar, me'yoriy hujjatlar, hukumatning barqarorligi. Keyingisi ijtimoiy madaniy omillar. Bu aholining demografik tarkibi, turmush darajasi, iste'mol odatlari, urf-odatlar. Texnologik omillarga esa yangi texnologiyalar, innovatsiyalar, raqamli transformatsiya darajasi. Tabiiy ekologik omillarga iqlimning o'zgarishi, ekologik talablarning o'zgarishi, xomashyo resurslar kiradi. Xalqaro omillarga esa global savdo siyosati, xalqaro shartnomalar, import-eksport cheklovlari kiradi. Demak, mikro muhit korxona boshqaruviga yoki barqarorligiga bevosita ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Keyingisi mikro muhit. Birinchi aytib o'tganimiz bu makro muhit edi. Mikro muhit omillarga esa korxonaning bevosita kundalik ishiga ta'sir qiluvchi kuchlar hisoblanadi. Demak, bular mijozlar, ya'ni xaridorlar, ularning talab va afzalliklari, to'lov qobiliyati, raqobatchilar, bozor ulushi, narx siyosati, yangi mahsulotlar, ta'minotchilar, xomashyo va xizmat ko'rsatish narxi, yetkazib berish barqarorligi, hamkorlar va dilerlar, distribyutorlar, franchise va xizmat ko'rsatuvchi subyektlar,
Moliyaviy institutlar, banklar, investorlardan kredit shartlari, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik, kompaniya obro'-e'tibor, PR ta'siri bu mikro muhit omillari hisoblanadi. Mikro muhit omillari bu korxonaning bevosita kundalik ishiga ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Endi tashqi muhitga moslashish strategiyasi bu bozor talabi, texnologiyalar, qonunchilik, raqobat sharoiti va iqlim omillari tez-tez yangilanadi. Korxona bunday sharoitda barqaror ishlash va raqobatda qolish uchun maxsus moslashish strategiyalarini ishlab chiqishi lozim bo'ladi. Demak, tashqi muhit elementlariga ta'sir qilish uchun ularga moslashuvchan strategiyani ishlab chiqish bilan ushbu muammo yoki masalalarni yechish mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda birinchi navbatda proaktiv strategiyalar, ya'ni oldindan tayyorlanish, bozor va texnologiya trendlarini doimiy monitoring qilish evaziga innovatsiyalarni erta joriy etish, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish. Masalan, kompaniya sun'iy intellekt yoki yashil energiyani raqobatchilardan oldin tatbiq etishi mumkin bo'ladi. Demak, hozirgi kunda sun'iy intellekt ham iqtisodiyotning barcha sohalariga kirib keldi va undan biz samarali foydalanish yo'llari bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi reaktiv, ya'ni tezda javob berish strategiyasi. Tez javob berish strategiyasi bu o'zgarish sodir bo'lgan tezkor choralar ko'rish, sodir bo'lgach tezkor choralarni amalga oshirish. Masalan, yangi soliq siyosati kuchga kirsa, xarajatlar qayta rejalashtirish mumkin bo'ladi. Diversifikatsiya strategiyasi bu bir nechta bozor yoki mahsulot yo'nalishida ishlash, riskni kamaytirish uchun yangi hududlar, mahsulot turlari yoki xizmatlarni qo'shish. Moslashuvchan boshqaruv, ya'ni agile management bo'yicha boshqaruv loyihalarini tashkil yoki loyihalarni boshqarish fan sifatida o'tiladi. Shunda ham yanada kengroq o'rganiladi. Moslashuvchan boshqaruv, ya'ni agile management bu qaror qabul qilishni soddalashtirish, byurokratiyani kamaytirish, jamoalar tezkor qaror qabul qilishga o'rgatiladi. Demak, tezkor qaror qabul qilish uchun loyihalar amalga oshiriladi. Texnologik modernizatsiya, raqamli transformatsiya, avtomatlashtirish, bulutli xizmatlarga o'tish, innovatsion ishlab chiqarish usullarini tatbiq etish strategiyalari, texnologik modernizatsiya strategiyalari orqali biz moslashuvchan muhitni yaratishimiz yoki moslashuvchan strategiyalarni ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisida kadrlar malakasini oshirish, xodimlarda yangi texnologiyalar, bozor tendensiyalari va qonunchilik bo'yicha muntazam o'qitib borish yoki ularda shu bo'yicha bo'layotgan yangiliklar va o'zgarishlardan tezroq xabardor qilish va ko'nikmasini shakllantirish. Ya'ni ko'p funksiyali kadrlar tayyorlash. Strategik hamkorlikda esa raqobatchilar, ta'minotchilar yoki ilmiy markazlar bilan hamkorlik yo'llarini amalga oshirish. Bu bo'yicha resurslar bo'linishi. Risk menejmenti strategiyasi esa moliyaviy, huquqiy, tabiiy va xavflarni doimiy tahlil qilish. Favqulodda vaziyat rejalarini tayyorlash. Bu bo'yicha quyidagi tahlil usullaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu SWOT va PEST tahlilini korxona miqyosida doim muntazam ravishda olib borish kerak bo'ladi. Bozor signallarini erta aniqlash, bu SWOT va PEST tahlillari bizga bozor signallarini erta aniqlash, mijoz ehtiyojidagi o'zgarishlarni tez bilish, moslashuvchan byudjet, kutilmagan xarajatlarga tez moslashishni beradi.